5-metro bekat, ya'ni Chinor metro bekatiga yaqin joylashgan Nur Hayot Rezidence domlar ekan. Bizda Novostroyka dom. 2 xona, 3-etaj, tayyor kirib yashash uchun patkulch holatda remontlar bilan birga narxi 49900 realtor Ali kanalida. Videoga like bosib qo'yib kuzatishni davom eting. Hozir shundan sizlarga obzor qilib beramiz. Bismillah, obzorni boshlaymiz. Kiruvchi asosiy eshigimiz, kiruvchi foizli xonadon, hamga o'xshagan keng katta prixoshkani ko'rishingiz mumkin. To'g'rida bitta zalimizda joylashgan, ya'ni zalimizda studiya formatida joylashgan. Bu tomonda bitta yotoqxona qismini ko'rishingiz mumkin. Derazalari bor, registrlar qo'yilgan, yorug'lik tushishlari yaxshi. Prixoshka, kiruvchi asosiy eshigimiz, plus tomoni bu yoqda bitta garderob uchun joylab qoldirib ketilgan. Xohlasanglar bu tomondan bitta eshik qo'yib, razdelni 2 xona qilsanglar bo'ladi. Bemalol razdelni 2 xona qilsa ham bo'ladi. Bu tomonda sanzvel ko'rishingiz mumkin. Sanzvel smeshayni holatda, dush, hojatxona bitta joyda joylashgan. Bu yoqda esa ayollarning sevimli xonasi, kuxnyamizni ko'rishingiz mumkin. Kuxnyasi ham juda katta. Issiqlik tizimi suvdan muammo bo'lmaydi, chunki uyimizda dub konturli kotel qo'yilgan. Plus tomoni kuxnyadan tashqariga qaragan narujniy balkonimiz bor. Balkonga shuni chiqargan bo'lsak, chiroyli atmosferani ko'rishingiz mumkin. Pastda mashina qo'yish uchun parkovka, bolalar maydonchasi, bisetkani ko'rishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, uyimizda 9 qavatli domning 3-qavatida joylashgan 52 kvadrat metr remontlari toza holatda 2 xona studiya formatidagi uyimizning narxi $49900. Kelib notarius qilish uchun hujjatlari tayyor. Pastda nomerlar qo'llanamiz, telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. To'liq ma'lumotlar qaysi Telegram kanalida bo'ladi. Shunaqa variantlarni o'tkazib olmaslik uchun bizning sahifamizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.